Assalomu alaykum. Bog'chalarda jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lib ishlovchi hurmatli pedagoglar. Mana yozgi sog'lomlashtirish oyligimiz ish rejasi tayyor bo'ldi. Hop, mana bu birinchi beti. Bu yerda tasdiqlatib olasizlar. Bog'cha direktorlariga o'zimizni familiya ismimiz, telefon raqamimiz yoziladi. Mana bu yerdan esa kirish qismi boshlanadi. 185-sonli buyrug'iga birinchi ilova. Bu yerda qaysi farmonlardan foydalanilganligi va yozgi sog'lomlashtirish davrining mazmuni va ahamiyati, bu yerdagi maqsadlar va vazifalar. Ikkinchi bobda esa jismoniy faollik va sog'lomlashtirish tadbirlari qanday o'tkaziladi. Mana bu yerda ham xuddi shunday davomi. Bu yerda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi jismoniy tarbiya yo'riqchilarini yozgi sog'lomlashtirish davrida qiladigan ishlari, ya'ni vazifalari belgilab qo'yilgan. Mana bu yerda esa ota-onalar bilan hamkorlikda nima ishlar qilishimiz kerakligi. Xo'p, bu yerda yozgi sog'lomlashtirish davrida bolalarni sog'lomlashtirishning shakli va metodlari, ya'ni jismoniy mashqlar bilan sog'lomlashtirish, bu yerda esa chiniqtirish. Buni bilamiz, ya'ni turli yo'laklardan yurgizish, g'adir-budir yo'llardan yurgizish, qumlar bilan ishlash, xuddi shunday. Bu yerda esa yozgi sog'lomlashtirish iyun oyi davomida kichik guruhlarda olib boriladigan oylik ish reja. Oy mavzuyimiz ikkinchi ilovaga asosan suvni asraymiz, kelajakni asraymiz bo'ldi. Shuning uchun birinchi haftasi tabiat va suv hayot manbai, ikkinchi haftamiz suvdan samarali oqilona foydalanish, uchinchi va to'rtinchi haftalar xuddi shunday. Bu yerda mavzularimiz berilgan va o'sha haftamizga mos tadbirlar. Bu tadbirlarda jismoniy tarbiya chiqishlarini qilishimiz, estafetalar o'tkazishimiz va o'sha suvdan oqilona foydalanish haqida turli dars davomida suhbatlar olib borishimiz mumkin. O'tkazish vaqti, ya'ni sanamiz bir haftada 2 tadan mashg'ulot o'tamiz. Shuning uchun kutilayotgan natijamiz, ya'ni mavzuyimizni bitta bir kunida o'tkazsak, keyingi bitta kunida tadbirimizni o'tkazishimiz mumkin. Bu o'sha bog'chadagi umumiy tadbir, masalan, suvsiz hayot yo'q bayramida siz jismoniy chiqishlar qilishingiz, suvni tejash, estafetali o'yinlari o'tkazishingiz mumkin. Bu oyligi mana bu yerda iyul oyi uchun va avgust oyi uchun kichik guruhlarda, mana bu yerda bu kunlik, ya'ni o'sha haftalik. Haftada 2 marta shug'ullanadigan bo'lsak, ikkalasi ham sanaga yoziladi, ikkala kunimiz yoziladi sanasiga. Kichik guruhimizning nomi, masalan, yoki raqam yoziladi. Birinchi haftada o'sha tabiat va suv hayot manbai haftaligi mavzuyimiz berilgan. Tayyorlov qismida nimalar qilishimiz, umumiy rivojlantiruvchi mashqlarimiz, bu jismoniy tarbiyada doimo bolalar bilan muntazam ravishda olib borishimiz kerak. Asosiy qism, ya'ni mavzuyimizdan kelib chiqib yurish, yugurish, emaklash, mayda motorika, sensomotorikalarimizni rivojlantirish harakatlarini olib borishimiz va tadbirimizning nomi oldingida aytib o'tdim, o'sha chiqishlarni, jismoniy chiqishlardan qilamiz. Yakunda esa qayta saflab, yana bolalarning emotsional holatini yaxshilashimiz, nafas olish mashqlarini bajarishimiz kerak. Xuddi shunday mana boshqa oylarga ham yozilgan, mana avgust oyi uchun berilyapti. Har bitta oyimiz uchun 4 tadan. Mana bu yerda esa o'rta guruhlarda olib boriladigan ishlar rejasi. Bu yerda ham o'rta guruhlarda kutilayotgan natija, ya'ni mavzularimiz boshqacha bo'ladi-da, tadbirlarimiz, masalan, umumiy tadbir bo'lishi mumkin. Lekin oy mavzuyimiz suvni asraymiz, kelajakni asraymiz. Bu o'sha 185-sonli qarordagi ikkinchi ilovaga asosan suvni asraymiz, kelajakni asraymiz oyligini davom ettirish, ya'ni turli xil chellenjlar o'tkazish to'g'risidagi qarorga, buyruqqa asosan ishlab chiqilgan. Mana bu yerda qolgan guruhlardagi ham xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.